Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan o'tadigan yangi mavzuimiz bu zamonlar bo'ladi, ya'ni present simple tense va present continuous tense. Kelinglar avvalambor present simple tense haqida gaplashib olsak. Present simple tense bu hozirgi oddiy zamon degani. Bu odat va doimiy ishlar. Biz present simple tense ni qachon va qaysi paytda ishlatamiz? Odat bo'lib qolgan ishda, aniq faktda va aniq shu bir narsa haqida gapirganimizda va jadval asosida ketadigan ishlarda. Biz present simple tense ni qanaqa qilib ajratib olsak bo'ladi degan savolda uni shaxsiy kalit so'zlari bilan ajratib olishimiz mumkin. Always har doim degani, usually odatda, often tez, every day har kuni. Masalan, I go to school every day. Men har kuni maktabga boraman. She plays football. U futbol o'ynaydi. Ya'ni I go to school every day. Bu har kuni bo'ladigan ishlar. She plays football. Bu ham xuddi shunaqa. Present simple odat. Keling endi birgalikda present continuous haqida gaplashsak. Present continuous bu hozirgi davomli zamon. Ya'ni mavzuni nomidan ham tushungan bo'lsangiz kerak, hozir davom etayotgan ish harakatga nisbatan biz present continuous tense ni ishlatamiz va qachon? Hozir davom etayotgan ishlarda va ayni vaqtda bo'layotgan ishlarda, masalan, these days I'm reading. To'g'ri, hozir qilmayapman, ammo shu kunlar ichida qilyapman. Biz present continuous tense ni qanaqa qilib ajratib olsak bo'ladi? Bularning o'zini xuddi present simple kabi kalit so'zlar bor. Ya'ni now, hozir, right now. Right now ayni vaqtda, ya'ni hozir. At the moment ham xuddi shunaqa. Bunga keling bir misol ko'rsak. Masalan, I'm studying now. Men hozir o'qiyapman. She is playing football. U hozir futbol o'ynayapti. These days I'm reading. Shu kunlarda men o'qiyapman. Endi kelinglar buni qoidasi haqida tushuntirib beraman. Present simple tense ni qoidasi, ya'ni qanaqa ishlatilishi. Subject plus verb as is. Subject bu kishilik olmoqchi degani. Subject 7 ta bo'ladi. I, men, you, sen, he, she, it, ya'ni he o'g'il bolaga nisbatan, she qiz bolaga, it esa narsaga nisbatan. You sizlar, we biz, we dan keyin yana you, chunki you ikkita qismdan iborat. You sen desam bo'ladi, you sizlar desam bo'ladi. You sen va sizlar deb o'rgansangiz juda osonroq tushadi. They ular. Qarang, strukturada subject mana shu 7 ta subject ketdi. Ana endi verb. Verb bu o'zbek tilida fe'l, ya'ni moqchi, ya'ni biron narsa qilmoq. Masalan, playing football, futbol o'ynamoq. Xuddi shunaqa. Keyin as va is. Bu nima degani? As va is bu shunchaki ingliz tilidagi qoida. Va as va is bu qaysi subjectga to'g'ri keladi deyishganda, he, she, it deb javob berishingiz mumkin. Va bu shunchaki present simple tense ni formulasi edi. Ana endi keling present continuous haqida gaplashib o'tamiz. Present continuous ni formulasi. Subject plus emizar plus verb plus ing. Subject bu xuddi o'shanaqa 7 talik va bu yerda bizga emizar, ya'ni to be qo'shilyapti. Am, is, are. O'sha subjectga qo'yiladigan yordamchi fe'llar. Bular qanaqa bo'ladi? I ga am, he, she ga is, we, you, they ga are deb javob berishingiz mumkin. Yana qaranglar. Verb bu boya aytganimdek fe'l. Shunchaki fe'l, moq fe'li. Moq